topshiradigan payt loyihasida Sovetdan o'tgan xulosalar bo'ladi. Shunga qarab qiladi. Agar yurtdan qismlarga berilgan bo'lsa, loyihadan chetga chiqish holati umuman qat'iyan man etiladi. Agar loyihasida noxush bo'lsa, mansabga o'tkazilgan bo'lsa Sovetdan, unda mumkin bo'ladi. Aslida 7 qavat bo'lishi aytilgan ushbu uyning 8-qavatida sargardon holga keltirilgan mana shu qurilma o'z vaqtida avvalgi holiga qaytarilmas ekan, uylar bu mavzuga yana qaytadi. Demak, biz holatni nazoratga oldik. Xabaringiz bor, ko'rsatuvimizning kechagi sonida Navoiy shahridagi xususiy maktabgacha ta'lim muassasalarining birida bo'sh tirnoq ichidagi tarbiyachi bolalarni so'kib, urib, ularga qo'pol muomalada bo'layotgani haqida lavha tayyorlab efirga uzatgan edik. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video tasvirlar millionlab ota-onalarni larzaga soldi. Mazkur holat yozilgan 7-aprel kuni Navoiy shahridagi Arab mahalla fuqaroligida joylashgan xususiy maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi bo'lib ishlab kelayotgan 2003-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Shuningdek, bo'lgan ishlar davomida gumonlanuvchi tomonidan joriy yilning mart oyidan aprel oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida qaramog'ida bo'lgan bolalarni muttasil ravishda ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Navoiy shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atildi va fuqaro gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlandi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.